O'choqda kul, kamonda pul. Chiqara qoling, eshara keldi. Jahongirda uyga kelganmiz, hozir narsalarni qilib chiqamiz. Mana pizza yesa bo'ladimi? Assalomu alaykum. Jahongir aka sariq mikrofon bilan hammani uyga kirib borardilar. Endi biz shara bilan kirib qo'yamiz. Bo'ldi, zo'r bo'pti-da. Aka nimalar tayyorlab qo'ydingiz bizga? Lekin to'g'risini tayyorlab qo'ymadim. Hozir o'tirib o'yladim. Menga u sovg'a qilishuvdi. Haqiqiy molli terisidan qilingan o'rtoqlar. 10 ming so'mga bizga o'tdi Jahongir. Mana berib yuboraman. Mana bitta 30 bitta telefon bor, men bittasini beraman. Bitta narsaga olgandik o'zi, hali uni boshlamadik. Qanchadan oldik? $62 oldik. Nech pul? $50 ga beramizmi? $12 beraylik. Men hozir $12 $2 bilan kela olmaydi. $10 mayli. $10 mi? Ana bo'lmasa. Yangigan kimdir nomeri kerak bo'lsa, Pad nomer. Ha, uni berib yuboramiz. Pad nomerga 5000 so'm o'tdi bizga aka. Ha, bo'veradi. 5000 so'm. Baraka. 5000 so'm bo'veradi. Misrdan olgansiz. Obid xafa bo'lmasa bo'ldi. Obidjon Nasriddinov Misrdan menga anaqa sovg'a qilib olib kelgandi. Kimdir olsa ham u Obidjon Nasriddinov Jahongirga bergandi, endi menga berdi, xursand bo'ldim. Xuddi shunaqa. O'zi aslida maqsadim ham shu aka. Sizdan obunachilik istab yetkazib qo'yish. 5000 bo'pti aka, 5000 so'mga o'tdimi? Rozimisiz? Yam yashil bo'ldi. Jahongir aka молодец, mujik. Pastga tushamizmi? Bo'ldi aka, farqi yo'q. Pastda bor edi. Kopto. Hozir bitta kopto yangi mana lekin. Xo'p, yangi kopto. Bo'ldi, boyagi 5000 edi, bu 5000 10 ming bo'ldi aka. Bo'ldi, 10 ming. Mana mashin bilan mana termizi, semichkasi bilan qancha turadi? $90 atrofida tursa kerak. Yana bilmadim. Yo'q, $100 $90 turmaydi. Undan qimmatmi? Ha, undan qimmat olgandim. Xo'p akada, 5 qo'lni bering, qo'lni qattiq siqaylik bunga. Hozir servisni sovg'alayapti lekin siz olasizmi? Bilmadim. Telefon, AirPods bo'ldi. Bir $50 mi? $20. Bo'ldi. Sotib olgan bolasi bilan kelsa mana sovg'a. Jahongir akadan hamma sovg'alarni olib oldik, o'rtoqlar, sizlarga yetkazamiz. Xudo xolasa, aka keyingi mehmon kim bo'lishini kommentariyada deb ketishimiz kerak. Keyingi mehmon Mo'min aka bor edi. Mo'min akadan bitta narsalarni ko'raylik. Shedri bo'lib. Jahongir akadan o'targanlar o'tmasmikanlar, uni ham tekshirib ko'ramiz. Davay, nech pul bo'ldi bizlarga? Mo'min aka ko'ramiz. Ikkita telefon tayyorlab turing lekin, aka. Xo'p, bo'lmasa o'rtoqlar Mo'min akani kommentariyaga atib kelib ketinglar. Biz Jahongir akaga mana savdolashgan pulimizni beramiz. Aka barakasi bersin. Rahmat. Bermasanglar kerak deb o'yladim. Rostdan berishar ekan. Yo'q, lekin beramiz mana. Aka rozimisiz? Roziman. Muhimi shu lekin. Yo'q, roziman do'stlar. Mana birinchi marta narsalarni sotib tirikchilik qilyapman. Joningiz sog' bo'lsin, charchamanglar. Aka, qayerda edingiz? Bunaqa ne tez yetib keldingiz? Bermidi, milliyda o'qiyman aka. Shuni yugurib chiqdingizmi? Yo'q, yugurmay, skromni keldim. Skromni keldi. Nasib qilganiga bu. Gap yo'q lekin bor. Mana Jahongir akadan olingan mana shu Redmi A5 telefoni. Ko'chada qiziqdingizmi nech pulligini? Yo'q. Prosta ko'rdim keldim. O'tdimi? Idak. Ham qarang. Ya ajdani ham nimadirlar bu. Yana bo'ladi buni qo'ying. Ha, kuzatib turing aka, zo'rlari bo'ladi. Yo'q, masala. Sharabaran lokatsiyasi yugurib borishardi. Bizni turgan joyga o'zlari kelib qolishdi. Hozir ko'ramiz narsalarni. 10 ming bo'ldi, olin. Gap yo'q lekin. Alo, sotildi aka, hamma narsa. Tugadi. 5 minutga bormadi. 5 minutda tugab tashladi hammasi. Gap yo'q lekin. Hammalarga rahmat. Kuzatib turinglar bizani, hali zo'rlar oldinda.